Qizli paytim erim bilan ko'rishish uchun onamga itdek yalinardim. Hozir onam uyiga borish uchun, onam bilan ko'rishish uchun erimga itdek yalinaman. Qizlar, sizlarda ham shunaqami? Bugun sizlar bilan kelinlar uyiga borish haqida gaplashamiz. Qizli paytim oyim erim bilan ko'rishishga umuman ruxsat bermasdilar. Erim oyimga telefon qilib so'rardilar, "Ko'rishsang maylimi, borvatdim" deb. Oyimga itdek yalinardim. "Iltimos chiqib keling, 1 soatga iltimos chiqib keling, kech qolmayman, tez kelaman" deb. Bo'lganlarimni kunidan zo'rg'a ruxsat berardilar. Shunda ham 1 soatdan kech qolsam, eshikni ochmasdilar, uyga kirgizmasdilar. Yalinib, yig'lab zo'rg'a uyga kirardim. Mana endi to'yimizdan keyin 3 yildan beri rosa yalinib zo'rg'a tanlab uyimga boraman. Bu gapim bilan umuman uyimga bormayman. 3 oyda 4 oyda bir marta boraman demoqchi emasman. Erim ham qaynonam ham 1 oyda 4 marta uyimga yuborishadi, ya'ni har haftada. Endi kelinligimdan beri shunaqa. To'yimizga 3 yil bo'lgan bo'lsa, sekin-sekin o'zim kamaytiryapman. Oldin 1 haftada uyga borsam, hozir 2 haftada boryapman. Uyimdagilarni sog'intirib borib bormanda. Qolgani ham borib turaman, lekin 6 oyda bir marta bo'lib qoladi. Lekin to'yimdan keyin 1 yilgacha qolgani yubormaganlar. Qizligimda erim oyimga telefon qilib ko'rishinglar, qizingizni chiqaring derdilar. Hozir bo'lsa oyim erimga telefon qilib, "Qolsin qizim bugun" deydilar. Uyimga ketayotganimda ruxsat berishlari qiyin bo'lsa ham, lekin albatta yuboradilar. Qolishga keladigan bo'lsak, men umuman qolishga ruxsat so'ramayman. Har doim oyim ruxsat so'raydilar. Chunki oyimga hech qachon yo'q demaydilar. Har doim mayli deb qoldiradilar. Oyjon ham har doim uyimga bormoqchi edim desam, hech qachon yo'q, bormaysiz demaganlar. Mayli bor kelavering deydilar. Erim ruxsat bermasalar ham oyjon bor, olib borib ke, oyisini ko'r kelsin deydilar. Xullas nima demoqchiman qizlar? Qizligingizda eringlar bilan ko'rishish uchun oilaga yalinasizlar. Erga deganinglardan keyin oila bilan ko'rishish uchun eringlarga yalinasizlar. Hayot shunaqa beshafqat. Xo'sh, sizlar necha kunda uyinglarga borasizlar? Qolgani ham borib turasizlarmi? Uyinglarga borish uchun ruxsat so'rashinglar qanaqa bo'ladi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Agar sizlarga videolarim yoqayotgan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ying.